Okay, bizada oxirgi mana bu protokolda projekt haqida gapirdik va testimonial, certificate, employer history, other experience. Iloji boricha bularni har bittasini to'ldiramiz. Endi testimonialdan boshlasak, testimonialda nima qilamiz? Agar eski klientingiz boshqa veb-saytdan yoki primo ishlagan bo'lsangiz agar, o'sha odamni topib o'sha odamga yozasiz. O'sha odamga yozasiz, agar LinkedInda uni profili bo'lishi kerak. Birinchi kirib LinkedIndan bizaga recommendation bersin. Masalan, LinkedInga kirgan vaqtimiz mana pastida recommendation degan joyi borda. Ask recommendation, give recommendation, biror kishidan so'rasangiz ham bo'ladi. Masalan, bundan oldin qanaqadir mijoz, manager farqi yo'q. Kimdir bilan ishlagansiz, o'shandan so'rasangiz bo'ladi. Ask recommendation joyiga bosasiz va o'sha odamni topib yozasiz. U odam bu yerda qo'ydiki, endi bu ne обязательно, lekin qilish kerak baribir. Chunki LinkedIn tekshiriladi Upworkda, mana shu testimonial olayotgan payt. Eski birga ishlaydigan do'stingizdan so'rasangiz bo'ladi yoki biror boshqa tanishingizdan so'rasangiz bo'ladi. Обязательно klient bo'lishi shart emas. Va mana bu yoqda bu chista soft skilllar haqida gapirgan, Biza nima qilishimiz mumkin? U odamdan biroz texnический qilib yozishini so'rashimiz mumkin. Masalan, ikki kishidan so'rasak, bittasiga texnический, bittasiga mana bu soft skilllarni qo'shsak bo'ladi. Yoki ikkita odam ham texnический, ham soft skilllarni qo'shsin. Masalan, Python bilan mana bu proyektni ishladi, boshqa narsa bilan bu proyektda ishladi, soft skilllar bilan unday hammasini qilsangiz bo'ladi. Buni bosamiz, ismini, LinkedInini yuboramiz va bu shart emas, projekt ham shart emas va shunchaki request qilamiz. Uni emailini ham yuborishimiz kerak. O'sha klientning emailini. Klient LinkedIn, klientning ismi, familiyasi, mana bular o'sha shart emas. Xohlasangiz message qo'ying, xohlasangiz qo'ymang. Va buni yuborganimizdan keyin qarang, mana bu yoqda menda bitta testimonial turibdi. Bu 2023 da undan ham oldin yuborgan bo'lishim mumkin, lekin menga bu hech qachon nima bo'lmagan. Qaytib kelmagan, yozmagan menga qaytib. Men nima qildim? Supportga kiramiz, your support request ga kiramiz, supportga yozamiz. Birinchi buni testimonialni yuboramiz. Bu sразу bo'ladigan proses emas. Bir oy ham bo'lishi mumkin даже. Yozamiz, 1-2 hafta, 4-5 kun kutamiz. Yoki klientdan so'raymiz, qani klientimizga keldimi shu testimonial? Chunki meni nimamda kelmagandi, Men klientga bu yoqqa supportga yozdim, menga shunaqa kelmayapti, muammoni hal qilinglar deb yozganimdan keyingina men bu yoqda kontakt support degan joy bor, kontakt supportni bossangiz agar, chat with supportni bossangiz agar kirib meni internetim yaxshi emas, chat supportni bosgan paytimiz уже kirish kerak edi. Chat supportni bossak agar o'zi kirish kerak edi. Men ko'p request qilganim uchun balkim kirmayapti. Okay, chat supportni bossaki chatga kiradi, o'sha yerdan hammasini nima qilib so'rasangiz bo'ladi. Va klientga birinchi borganini aniqlaymiz. Agar klientga borgan bo'lsa agar, bir hafta kutamiz, bir haftaga yoki bir hafta 2 haftada mana bu yoqda ko'rinmasa agar, keyin Upworkga yozamiz. Yoki klientga email bormasa agar, sразу Upworkga yozamiz. Okay. Men kecha yoki 2 kun oldin yozgandim. Men bu klientimdan so'radim, email keldimi deb, lekin klientim email kelmaganini tasdiqladi. Spamni ko'rdi, emailini ko'rdi, hammasini ko'rdi. Men klient informatsiyalarini ko'rdim, hammasi to'g'ri, hammasi joyida. O'sha vaqt supportsizga yordam berib, maksimum bir oyning ichida taxlaysiz. Даже bir haftaga taxlash mumkin ba'zan. Endi bu o'sha vaqt qancha freelancerlar mana shuni so'rayotganligidan kelib chiqib, bu vaqti tez yoki sekin bo'ladi. Endi bu nima uchun muhim? Обязательно o'sha hamma sectionlarda klient o'qimasa-da, Upwork algoritmi buni olib o'qiydi. Yordam beradi bizga topga chiqishimizga, yoki Upworkga biz yangi bo'lsak ham, hey, check out what my clients say degan joyiga, men bu yoqda descriptionda mana shu narsalarni yana yozib qo'ysangiz ham bo'ladi, yana дополнительный. Ba'zi klientlar bor ediki, shunaqa mendan so'rardi.
man nimang kam, mana bu yoqda odzivlaring kam, yana qayerda ko'rsam bo'ladi derdi. Men aytdim, aka LinkedInga kirgin, mana bu yoqda odzivlarim bor. Lekin LinkedIn linkni berish uncha tavsiya bermayman. Upworkdan ban olishimiz mumkin. Shu uchun hammasini shu yoqqa ko'chirganimiz yaxshi. Bir ikkita olsangiz yetadi. Bu xuddi taskday sizga. Shu darsdan ikkita, masalan, darsdagi bironta odamdan so'rasangiz bo'ladi yoki bersangiz bo'ladi o'sha odamga, yoki o'z tanishlaringizdan olib yoki bersangiz bo'ladi. Ikkita обязательно bo'lishi kerak. Keyin sertifikatlarni ham manual qo'shsangiz bo'ladi, ha? O'zingizda bo'lsa agar qanaqadir sertifikatlar, ularni qo'shing обязательно. Bo'lmasa bir olishga harakat qiling, ha? U ham yordam beradi sizga topga chiqishingizga, ha? O'sha klientga ko'proq ko'rinishingizga. Va employment history. Okay, Upworkga nima daxli bor deymiz, lekin yana o'sha boshqa sectionlarda, bu sectionda ham Upwork algoritm yaxshi ishlashi, ha? Aynan mana shularni qo'shganimdan keyingina men ABC testlar qilib ko'rganman. Boshqa darslarda ko'ramiz ABC testlarni. Menga mijozlar kelgan, imенно mana shuni to'ldirganimdan keyin ABC test qilishimiz mumkin. Boshida hech nima yozmaysiz. Mana shuni to'ldirganingizdan keyin profil viewlarni ko'ramiz, ha, invitationlarni ko'ramiz va shunga o'xshagan narsalarni ABC test qilib ko'rsak bo'ladi. Va as experience ham hackathonlarga yoki qanaqadir shunaqa joylarga yoki qanaqadir o'zingiz projekt qilganlaringiz yoki boshqa qanaqadir soft skilllarga bog'liq qanaqadir projektlar, ha, shularni qo'shsangiz ham bo'ladi. Umuman olganda profilimiz to'liq bo'lishi shart va zarur. Agar profil to'liq bo'lmasa, agar shuncha qilayotgan ishimiz befoyda bo'ladi.